Rasululloh aytadilar. İnsanlar ustiga shunday zamonlar keladiki, ularni orasidagi o'z dinida sobir bo'lgan kishining misoli xuddi cho'g'ni ushlab turgan odamga o'xshaydi. Shunday zamonlar keladi, kelajakda musulmon odam sunnatga amal qilsa, dinini ushlab, mahkam yashayman desa, dinini mahkam ushlagan holda bu odam cho'g' ushlab turgan odamga o'xshaydi. Siz diningizda turib, miyasi aynigan odam bo'lib qolasiz. Miyasi ayniganlar esa sog'lom aql egalari bo'lib qoladi. İnsanlarning boshiga shunday zamonlar keladi, dinini mahkam ushlagan kishi xuddi cho'g'ni ushlab turgan kishidek bo'lib qoladi. Qizingizga ayting, sal orqa voratini yopib yursin desa, sen ishing bo'lmasin deydi. Yoshda endi o'ynasin deydi. Kechasi bisir-bisir harqada yursa, sizga nima o'qilay deydi. Ishingiz emas. Qarang, munkarni ko'rib turib o'zgartiray desangiz, siz aql